Germaniyaning nufuzli Berliner Zeitung nashrida O'zbekiston axborot texnologiyalari salohiyati soha eksporti ko'lamining yuqori tempda oshayotgani, sohadagi tarixiy islohotlar keng tahlil qilingan. Shuningdek, 2030-yilda axborot texnologiyalari yo'nalishida qanday imkoniyat va yutuqlar kutilayotgani ham mualliflar tomonidan ochib berilgan. Germaniyaning Berliner Zeitung gazetasida O'zbekistonning axborot texnologiyalari sektori rivojiga bag'ishlangan tahliliy maqola chop etildi. Sarlavhada O'zbekiston Ipak yo'lidagi raqamli markaz sifatida ta'riflangan. Mustaqil publitsist Svetlana Alekseyeva zamonaviy data markazlari, malakali mutaxassislar bazasi va bir necha milliard dollarlik IT xizmatlari eksporti ortida turgan omillarni tahlil qiladi. 2017-yilda yangi islohotlar davri boshlangandan buyon O'zbekiston Markaziy Osiyodagi istiqbolli investitsiya markazi sifatida tanilyapti. Diversifikatsiyalashgan iqtisodiyot modeliga o'tish jarayoni sezilarli darajada tez kechyapti. Mamlakatning yalpi ichki mahsuloti barqaror o'sib bormoqda. 2024-yilda bu ko'rsatkich 6,5% ni tashkil etdi. Xizmat ko'rsatish sohasi ham jadal rivojlanyapti. Ayniqsa axborot texnologiyalari xizmatlari eksporti yetakchilik qilmoqda. Maqola muallifi O'zbekistonning milliy akselerator IT park faoliyatini ham yoritgan. Uning rezidentlari uchun infratuzilma, soliq va boshqa imtiyozlar paketi taqdim etiladi. Jumladan Zero Risk, Soft Landing, One Stop Shop va Enterprise Uzbekistan kabi dasturlar mamlakat bozoriga kirishni ancha osonlashtiradi, deydi jurnalist. Shuningdek, maqolada O'zbekiston va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi hamkorlik ushbu sohada ham chuqurlashib borayotgani tilga olinadi. Germaniyada axborot texnologiyalari sohasida malakali kadrlar yetishmovchiligi kuzatilmoqda. Bitkom sanoat assotsiatsiyasining ma'lumotlariga ko'ra, mamlakatda biznes jarayonlarini raqamlashtirish va unga sun'iy intellektni integratsiya qilish uchun 110 mingga yaqin malakali dasturchilar, tizim integratorlari va ma'lumotlar bo'yicha mutaxassislarga talab bor. O'zbekistonning raqamli ekotizimida esa deyarli har qanday dasturiy ta'minot yaratish bo'yicha yuzlab mahalliy va xalqaro kompaniyalar faoliyat yuritadi. Ushbu jihat Germaniyadagi ishchi kuchi bilan bog'liq tanqislikka barham berishda muhim omil bo'lishi mumkinligi aytilmoqda. O'zbek jamoalarining axborot texnologiyalari outsourcing xizmati nemis kompaniyalariga qo'l kelishi mumkin. Ushbu hamkorlik modeli avvalo xarajatlar nuqtai nazaridan jozibador. Bundan tashqari Hindiston kabi klassik outsourcing yo'nalishlari bilan taqqoslaganda o'zbekistonlik mutaxassislarning Yevropa ishbilarmonlik odatlari va muloqot uslublariga moslashishi osonroq kechishi isbotlangan. Maqolada O'zbekiston axborot texnologiyalari sektoridagi ijobiy o'sish dinamikasi bo'yicha faktlar va tahlillar xorijiy mutaxassislarning intervyulari bilan to'ldirilgan. Jumladan, German Economic Team vakili Gary Polushkin quyidagi fikrlarni bildirib o'tgan. 2020-yildan beri O'zbekistonning axborot texnologiyalari sektori har yili o'sish sur'atini namoyish etyapti. Xizmatlar eksporti asosan Amerika Qo'shma Shtatlari va Buyuk Britaniyaga yo'naltirilgan. Agar ushbu tendensiya davom etsa, 2030-yilgacha O'zbekiston axborot texnologiyalari xizmatlari eksporti hajmini 5 milliard dollarga yetkaza olishi haqiqatdan yiroq emas. Muallif Svetlana Alekseyeva O'zbekistonning IT sanoati rivojiga nafaqat malakali kadrlar, balki zamonaviy infratuzilma ham katta turtki berayotganini ta'kidlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkilotining elektron hukumatni rivojlantirish indeksida O'zbekiston hozirda 63-o'rinni egallab turibdi va top 30 talikka kirishni maqsad qilgan. 2030-yilgacha umumiy quvvati 500 megawattdan ortiq bo'lgan 20 ta ma'lumotlar markazi qurishni rejalashtirgan. Dastlabki kelishuvlarga allaqachon erishildi. Xususan Saudiya Arabistonining Data World kompaniyasi Toshkentdagi IT Park Uzbekistan hududida ma'lumotlar markazini barpo etadi. U qayta tiklanuvchi energiya manbalari asosida 2026-yil oxirida ishga tushiriladi. Maqolaning xulosa qismida muallif Svetlana Alekseyeva O'zbekistondagi islohotlar samarasi iqtisodiy ko'rsatkichlarda namoyon bo'layotgani, siyosiy iroda sezilib turibdi. Buni O'zbekiston yetakchisining bir necha yillardan beri Jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish yo'lidagi sa'y-harakatlari ham tasdiqlaydi deb yakunlaydi jurnalist. Siz Fakt 24 informatsion dasturi bilan tanishdingiz. O'zbekiston 24 telekanalidan yiroqlashmang deymiz. Salom.